Bu video readingda so'z boyligi uncha muhim emas, to'g'ri strategiya qo'llasak bo'ldi deganlar uchun chiqarilyapti. Xo'p, demak, bizada 39-savolda aytyapti. What point is made about Blaberry in 7th paragraph deyapti. Demak, bizada A bilan C chiqib ketyapti. B bilan D to'g'ri javob bo'lish ehtimoli mumkin. He understands the lack of interest in traditional crafts. He regrets the loss of many globe making skills. Hop, javob mana shu birinchi gapda yotadi. Although the celebration of the revival of ancient craft Blaberry books is also a lament for fading of a century-old tradition. Agar mana bu lament tushunish, anglash ma'nosida kelganda bizada B javob bo'lardi. Agar regret ma'nosida kelsa bizada D javob to'g'ri bo'ladi. Endi shuni oddiy tekshiramiz. Lament, ya'ni deep regret. Ko'rib turibsizlar, oddiy bitta so'zni bilmaganimiz bizni adashishimizga olib kelishi mumkin. Reading all about vocabulary and grammar.